Vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonda ko'plagan Uyg'ur bolalari shimoldagi joylarda oilalarga tarqatib etilgan. 2021 yil 8 ayning 23 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Mo'ng'ulko'ra, Tekes va G'ulji Jiliyuzi qatorliq joylardagi aholilarga nurg'unlagan ushshaq Uyg'ur bolalarini elib kelib tarqatgan. Balalarni topshirib olgan oilalar bu balalarni ularning kelib chiqishi va shaxsiy uchurlarini surishtirmaslik sharti bilan imzo qo'yib topshirib oladi ekan. Bu balalarning hammasi Uyg'ur balalari bo'lsa-mu, ularni topshirib olg'uvchilarning millat tarkibi ayrilmaydi ekan. Har bir bola uchun bir oilaga 5000 so'm berildiganligi bildirilgan bo'lib, balalar maktablar tarafidan boshqarildi ekan. Bu Uyg'ur balalar o'zlari beqivlingan uylardagi kundalik ishlarni maktabga doklad qiladi ekan yoki o'qituvchi balalardan uydagi ahvollarni surishtirdi ekan. Bu ahvollar ularni beqib olgan Uyg'ur aholilarni andishiga selib qo'ygan. Bu balalarning Sharq Turkistonning janubidagi joylardan elib kelinganligi, ularning ota-onalarining lagerda yo'q qilinganlar bo'lishi mumkinligi faraz qilinmoqda. Dubayda Xitoyning maxfiy turmasi borligi oshkorlandi. Al Jazeera to'rining 16 avgustdagi xabarida deyilishicha, bir Xitoy ayol o'zining Dubayda Xitoy kontrolligidagi bir maxfiy tutib turish o'rnida ikki Uyg'ur bilan birga qamalganligini oshkorlagan. Mazkur hodisa Xitoy hukumatining chegara sirtidimi qora qo'lining borligiga birinchi qo'l isbot bo'la oladi ekan. Bu Xitoy ayolning bo'lg'isi yo'ldoshi Xitoy o'qituvchisi deb qaralganligi uchun Xitoyga qaytarilishdan qo'rqib qochib ketgan. Natijada Dubaydagi bir mehmonxonada Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinib, turmaga o'zgartirilgan bir dachiga qamalgan. Wu Xuan ismli bu ayol birlashma agentligiga o'zining mazkur maxfiy turmada 8 kun tutib turilganligini, bu jarayonda turmada boshqa ikki Uyg'urni ko'rganligini bildirgan. Bu hodisa xalqaro matbuotda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan. 18 yoshlik Uyg'ur qizi qo'zg'agan keng ko'lamlik namoyish. Zimiston qish jurnali 19 avgust 18 yoshlik Uyg'ur qizi Dilnaz Kerem qo'zg'agan keng ko'lamlik namoyish to'g'risida xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda deyilishicha, oldingi hafta Uyg'ur o'smir Dilnaz va uning qo'llag'uvchilari Londondagi Downing ko'chisida oilamni izlab nomli namoyish harakati qo'zg'agan va Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Rabni Dilnaz bilan ko'rishishga va uning oilasidagilarni tepishga yordam berishga chaqirgan. Bu qitimliq namoyish Angliyadagi ba'zi tashkilotlarning qo'llashiga erishgan. Yosh o'smirlar harakati tashkilotining rahbari Jonathan Gibson Dilnazning oilasi va 100 ming kishining yo'qolib ketishiga qarshi Xitoyga norozilik bildirib, Dilnazning oilasidagilarni topmag'icha bo'ldi qilmaydiganligini aytgan. Dilnaz qo'zg'agan bu harakat tor dunyosida nurg'un kishilarning diqqatini tortgan bo'lib, bir qism siyosatchilar va ommaviy tashkilot rahbarlari Dilnazning bu harakatini qo'llaydiganligini bildirgan. Uyg'urlarga mustaqillik yoki o'lim. Taybiy xabarlar to'ri 19 avgust Uyg'urlarga mustaqillik yoki o'lim sarlaviylik maqola e'lon qilgan. Maqolaning avtori tonilgan Uyg'ur axborotchi Shuhrat O'shir apandi bo'lib, Shuhrat O'shir apandi mazkur maqola orqali 2-iyul tashqi siyosat gazetida Yexan taxallusi bilan yozilgan mustaqillik chaqiriqi Uyg'urlar uchun foydali bo'lmasligi mumkin degan maqolaga radiya bergan. Avtor maqolasida hozirgi vaziyatda Uyg'urlarning mustaqillik talab qilishi erkinlik yoki taraqqiyot uchun bo'lmasdan, balki Uyg'urlarning hayot qilishi uchun ekanligini, mustaqillikni talab qilmaslik aksicha Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur ya'ni boshqa sonliq millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qabul qilish hisoblanadiganligini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy hukumati 1950-yildan boshlab
atalmış terörlükka karşı turuş namıda bir jürüş hareketlerini elip berip begunoh Uyg'urlarni o'ltirgan bo'lsa, 2017-yilga kelganda dinni oshqunlikqa qarshi turish nomida keng ko'lamlik tutqun qilish, jazo lagerlari ta'sis qilish orqali Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qarata vahshiylarcha irqiy qirg'inchilik elib borgan. Avtorning ko'z qarashicha Xitoy hukumatining bu razil qilmishlari Uyg'urlarda Xitoyga qarshi qattiq o'chmanlik va nafrat paydo qilgan. Uning ustiga Xitoy hokimiyati bu vahshiyliklarni Xitoy fuqarolarining kuchlik qo'llashi ostida elib borgan bo'lg'achqa, Uyg'urlar bilan Xitoylarning ittifoqlashib bir davlatda yashashi mumkin bo'lmaydi ekan. Maqolada yana Uyg'urlar uchun mustaqillik talab qilish birdan bir chiqish yo'li ekanligi. Agar mustaqillik talab qilmaganda Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'urlarni yer yuzidan tamamen yo'qotib etishi mumkinligi tilga ilingan. Kuzatuvchilarning bayonicha mazkur maqolaning Tayvan matbuotida e'lon qilinishi Tayvan hukumatining Uyg'ur masalasida Xitoyga oshkora yo'sinda qarshi maydon tutganligining ro'shan ifodasi ekan. Majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarni import qilishni cheklash qonuni qo'llashga erishdi. Avstraliyada chiqadigan ABC xabarlar to'rining 21-avgustdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Avstraliyadan import qilinadigan mahsulotlarga davomli boj elayotgan bir paytda Avstraliyada Xitoydan import qilinadigan Uyg'ur majburiy emgikiga aloqador mahsulotlarni cheklash to'lqini kuchaygan. Avstraliya strategiyalik tadqiqot institutining doklatiga asoslanganda 80dan ortiq markaning ta'minlash zanjiri Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur majburiy emgiki bilan bevosita yoki vositalik holda chetishlik bo'lib, yaqinda Avstraliyalik Mustaqil Kengash palata a'zosi Rex Patrick federativ parlamentda majburiy emgakdan foydalanib yasalgan mahsulotlarni import qilishni qonunliq cheklash loyihasida ko'p xil partiyalarning qo'llashiga erishgan. Xitoyda bu yil kirgandan buyon 320 ming o'ttira kichik tipdagi shirkat vayron bo'lgan. Xitoyning savdo sanoatni boshqarish tarmoqlarining yaqinda oshkorlagan statistikasiga qaraganda, bu yil kirgandan buyon Xitoyda 320 mingdan ortiq o'ttira va kichik tipdagi shirkat vayron bo'lishga tizimga oldirib, shirkat rasmiyatlarini o'chirgan. Yil oxirigacha bu son yana shiddat bilan ko'payishi mumkin ekan. Vayron bo'lgan shirkatlar ichida alyumin kasbiga munosabatlik shirkatlar 139, kemichilik kasbiga munosabatlik shirkatlar 1231, uy saymonlarga munosabatlik shirkatlar 95556, oila elektr saymonlarga munosabatlik shirkatlar 30999, qurilish kasbi turidagi shirkatlar 48672, shamol elektr energiyasiga munosabatlik shirkatlar 439, avtomobil kasbiga munosabatlik shirkatlar 85905, bezakchilik shirkatlari 30377, uy mulk kasbiy shirkatlari 24772, ko'vrik po'lat material kasbiy shirkatlari 10000. Jami vayron bo'lgan shirkat soni 320 mingdan ortiq. Bu sababdan kelib chiqqan ishsizlik 8 million kishidan oshidi.